Mening shirin ko'z olmalarim, qaytganlaringiz bilan. Xo'sh, bundan-da yomon bo'lishi mumkin edi. Ishonchim komilki, keyingi sarguzasht kamroq bo'ladi. Hoy, Ragata, men tuxumlarga to'qni o'rgatishga yordam berishim kerak. Yordam berasanmi? Ha, albatta. Shoshma nima? Ko'rinishidan Ragatadagi men juda ijobiyman xususiyati sonmoqda. Bu sarguzasht muvaffaqiyatning o'zi deyish mumkin. O'zi bo'lsa, mening rang-barang narsam parsamsan. Oyoqlaringni uzib tashlayman. Konstruksiya tanqidni eshitishdan mamnun bo'laman. Lekin eshitmading. Yetar! Hamma zobadan tashqari bu yoqqa keling. Xullas eshiting, sizlarga kelayotgan sarguzashtlar uchun bir nechta g'oyalarni taklif qilaman. Va agar ular haqida o'z fikringizni bildirsangiz, men faqat xursand bo'laman. Men uxlamoqchi edim. Ajoyib. Xo'sh, menda bir sarguzasht bor. Unda siz mening g'aroyib shokolad fabrikamga tashrif buyurasiz. Keyin esa xavfsizlik qoidalarini buzganingiz uchun o'lasiz. Boshqasida esa sog'lom yurak qon tomir tizimi aqsharmasiga qarshi urush ochadi. Va yana biri, unda siz telepatit bilan birga post-apokaliptik o'sak variantigachilikka tirik qolishingiz kerak bo'ladi. U esa sizga doimo haqorat qilib turadi. Nima deysiz? Bilmadim, ularning hammasi biroz qo'rqinchli emasmi? Hech qanday yomonlik bo'lmaydigan joyida qiziqarli hikoya bo'lishi mumkin emas. Qiziqqonlik, tavakkalchilik qani? Fan servis haqida gapirmasa ham bo'ladi. Nima haqida gapiryapsan? Bilasanmi, takliflar qutisiga yana bir marta qarab qo'yishing mumkin. To'g'risi, oxirgi sarguzashtda uncha jirkanmadim. Sen jirkanmading? Oddiy narsalar bilan shug'ullanish ba'zida tetiklashtirar ekan. Ha, menga ham umuman olganda yo'qda. Boshqalarchi? Bu menga umuman yoqmadi va biz agar yana qatnashadigan bo'lsak, bunga biror bir narsaga yaqin bo'lsa, men jinnilashaman va Ragatani o'ldiraman. Agar har kimga o'ziga yoqqan narsa kerak bo'lsa, qanday qilib hammaning ko'nglini topishim mumkin? Shunchaki eshiklarni ochiq qoldirib, xohlagan paytimizda xohlagan narsamizni qilishga ruxsat ber. Eshitdingmi buni pufakcha? Konstruktor qahramon boshqa aql idrokli sun'iy intellektlarni uzoq vaqt davomida faol qoldirishimizni istaydi. Jirkanarli. Buni eshitishim kerakmi o'zi? Og'zingni yop. Nimaga o'zi yopding? Og'zim baribir yo'q. Mayli, unda bunga nima deysizlar? Biz chaqmoqda tez yugurishni tashkil qilamiz. Har bir sarguzashtni takliflar qutisidan birin-ketin olasiz. Va agar yoqmasa, o'tkazib yuborishga ovoz bera olasiz. Nima? Hozirmi? Barchasi to'g'ri. Suyaklarni qo'lga olib, ko'zlaringizni ham olishni unutmang. Sayohatga o'tdingmi? Uxlamoqchi edim. Shoshmang. Bir narsa tanishdek ko'rinyapti. Oh, xudo, bu sening g'oyalaringdan biri bo'lsa. Salomlar. Bugungi hamma narsani ovlash qismida qizil lentali, qizil kitobga kiritilgan qoplonni ovlab o'tiramiz. Bolalikning mazasi. Astagfirulloh. Mazali go'sht. Bittasi tayyor. 4 ta qoldi. Xo'p, mayli, men ovoz berishni boshlayman. Sarguzashtni o'tkazib yuborib, Jeksni butun kun davomida vegetarian qilamiz. Bunday qila olmaysan. Bunday qilishing mumkin emas. Kechirasan, Jax, demokratiya hamma narsani hal qildi. Demokratiyangga oyog'im. Nima? Nega shoshmang? Nega men? Siyosiy hokimiyat senga yarashadi deb o'yladim. Xudo. No, bu yerda faqat Jeksning g'oyalarimi? Xo'sh, Miss Prezident, Avstraliya va Yangi Zelandiya o'rtasidagi urush yangi bosqichga o'tayotganga o'xshaydi va balki bir-ikki qochqinni qabul qilishimizga to'g'ri kelar. Nima deysiz? Nima? Men buni qayerdan bilaman? Axir nima? Sizga ma'lumot berishmadimi? Men shunchaki shu yerdaman. Barakalla, pomni. Bir soniya tushib turing. Biz hammamiz o'z qahramonlarimizning ma'lumotlarini oldik. Men seni yordamchingman. Bu chiroq go'dak boshiga o'xshaydimi? Sen bittasini ham olmadingmi? Biz hammamiz bir xil fikrda deb o'ylagandim. Lekin agar shunday bo'lsa, unda sen improvizatsiya mahoratingni qo'llashingga to'g'ri keladi. Kechirasan, nima? Ha, senga bermadim. Nima qilishingni ko'rishni istaganim uchun ham senga bermadim. Rahmat, Jeks. Katta rahmat. Men Jax emasman.
Xo'y, do'stlar, men avstraliyalik ekstremistman. Dunyoning eng halokatli o'rgimchaklari chiqargan bombani portlatish uchun keldim. Bu esa voy, noqulay vaziyatda keldimmi deyman. Ajoyib aktyorlik mahorati. Uning veganligiga ishonish qiyin. Nega prezidentda bomba bo'yicha guruh yo'q? Xavotir olmang, prezident Pomni. Ishonchim komil. Siz Va uddalaysiz. yana u yerda qirqoyoqlar bor. Shunchaki uddalayotganingga ishonch hosil qil. Mayli, qaysisini kesishim kerak? Qalbingga ishon. Sen aralashma. Seni hibsga olishim kerak emasmidi? Ey, men sen tomondaman. Sen aslida aksincha. Mayli, shunchaki sevimli rangingni tanla. Xo'sh, qizil rang. Men shaxsan ko'kni yoqlayman. Ko'k mening sevimli rangim, chunki u qoraga ko'proq o'xshaydi. Unday bo'lsa sevimli ranging qora emasmi? Yo'q, chunki bu yerda qorasim yo'q. Salom. Men Yangi Zelandiyalik ekstremistman va men Yangi Zelandiyalik odamlarni nima bilan qo'rqitishni bilmayman. G'aroyib raqamli sirk. Oliy maktab. Bu nima endi? Menga yoqmayapti. Bas qil. Kamida boshqa birov taklif qildi. Ha, maktabga qaytishdan ko'ra yaxshiroq yana nima bo'lishi mumkin? Xudo haqqi, Jeks, bunga bir imkon ber. Seni taklifing ancha yaxshi. Bu meni taklifim ekanligini qayerdan bilasan? Yo'q, Pomni, qarasangchi. U avval anime chizardi, endi bo'lsa bizni mana shunga tiqib qo'ydi. U albatta shulardan bo'lsa kerak. Laqmalar. Meni harakatdagi yuk mashinada uloqtirgansan. Xo'sh, sinf, bugun biz mashhur xorijiy tilni o'rganamiz va bu o'zbek tili. Zerikarli. O'tkazib borishga ovoz beraman. Qisib tur, o'tkazib yuboramiz. Kundalik hayot anime janrining eng yomoni. Bu shunchaki uyat. Ammo bu Gengel anime figurkasini olgan va holatiga to'g'ri kelmaydi. Men bunga roziman, iltimos o'tkazib yuboring. Biz shunchaki dam olyapmizmi? Men nihoyat dam olyapman. Ko'rinishdan ha, lekin men sarguzashtdan ko'ra ko'proq luqma yeyishni afzal ko'raman. Unda nega yemayapsan? Ol. Rahmat. O'zi Gengel baxtli bo'la oladi deb o'ylayapsanmi? Nima? Bilmadim. Uni komediya niqobi har kuni sinishda davom etyapti. Zubul bilan yurib, hamma narsa mo'jizaviy tarzda yaxshi bo'lib ketishiga ham ishonadi. Balki u shunchaki unga qo'pol munosabatda bo'ladigan odam bilan yurishni istamas. Unga qo'pol muomalada bo'lishimni yoqtiradi. Senga boshqalarni nima yoqishini qizig'i bormi? Xo'sh, men shunchaki yo'q, sen haqsan. Qizig'i yo'q. Senda asli haqiqiy do'stlaring bormi? Endi yo'q. Yo. Kechirasan, men uni nazarda tutmadim. Men xohlamagan. Hoy, Qirolbek. Hey, ana u tomondagi otosh baraklar qanchaligini ko'rdingmi? Qani? U nima demoqchi edi? Ha, hech narsa. Kimga qizig'i bor? Aytchi, seni ba'zan u asabingga tegmayaptimi? Menimcha u hammaga yaxshi munosabatda. Bilmadim. Menimcha u ko'p harakat qilib yuboryapti. Biz shu yerda qolib ketdik. Nima uchun doim hamma narsani yaxshi deb chalg'itish kerak? Agar har kuni bir kishiga sevilishini va qadrlanishini aytsang, unda bu o'z ahamiyatini yo'qotadi. Shunchaki u sendan foydalanishga urinayotgandek tuyuladi. Bilmadim. Va yana u ahmoq va g'alati ko'rinadi. Hammamiz g'alati ko'rinamiz. So'rama ham. Sen oldingda erkaklikning mukammal timsoli. Quloqlarim va dumlarim ham erkaklikning bir turi bo'yicha cho'qqisidir. Sening duming yo'q-ku? Nimani nazarda tutyapsan? Albatta u bor. Mana. Nima? Dumim qayerda? Qachondan beri yo'qolgan? Men hech qachon dumingni ko'rmaganman ham. Va qachon u o'zi bo'lganmidi? Baxtli ko'rinishyapti. Darhaqiqat ko'rinishadi. Balki tugatganingdan keyin Shoshmay tur, bu yomon. Fakcha dadajonga bu yomon ekanligini tushuntirib ber. Go'yoki
Unday dema iltimos. Go'yo ularga mening sarguzashtlarimdan ko'ra usta takliflar ko'proq yoqyapti. Nima qilsam ekan? Olishga zo'r bir soha ziyofat qo'tin degan uyushtirish kerak. Nima uchun so'kinyapsan? Uni tanaffusga o'tamiz. Tanaffus vaqti. Nima qilyapsan o'zi? Biz tanaffus qilyapmiz. Nimaga? Tomoshani davom ettiramiz. Menga chakka savur, faqat oqsilsiz. Axir veganman-ku. Shoshmang, bu dahshat. Bunday bo'lishi mumkin emas. Keyin bunday qila olmaydi deb. Yomonroq o'ylashim ham mumkin edi. Xo'sh, men Zubilni shillakurga aylanishiga ovoz beraman. Hammasi qarshi ovoz berdi. Yo, xudoyim. Xuddi chelakdan suv sepayotgandek yoqyapti. Salom do'stlar. Menga Cosmopolitan. Menga ulug' bog'doydan. Men nimadir bilan aralashtiraman. Demak, sen alkogolni yaxshi bilasan, a? Ha, bu meni takliflarimdan biri. Bir paytlar barda ishlaganman. Ichimlik tayyorlashni yaxshi ko'raman. O'zingga yarashadi. Bu yerda qandaydir piching bor, lekin uni topishga po'qqayam parvoyim falak emas. Xo'sh, pomni, sen bir paytlar ishlaganmisan yoki hali ham ulg'aymaganmisan? Men 25 yoshdaman. Va ha, supermarket tarmog'ida ishchi bo'lib ishlardim. Supermarketda? Bu yerga qaysi shamol uchirgan? Xo'sh, men ba'zan hamma narsadan zerikib ketardim va o'rtancha keskinlik hissini qidirardim. Masalan, tashlandiq joylarni o'rganardim va shu videoni joylardim. YouTuber. Unchalik emas. Ularni hech kim ko'rmasdi. Bular ko'proq o'zim uchun edi. Men ham shunday qilganman, faqat hech narsa yozib olmaganman. Ma, ko'zmoying. Rahmat. Nimanidir yashiryapsan? O'zi sersuv suvdan gapirsan, o'zingda qanaqa hikoya bo'lgan? So'ramaysizlar deb o'ylagandim. Xo'sh, o'pka saratoni borligimni bilishgach, meni giyohvand hamkasbim bilan unga bir paytlar kimyodan dars bergan. Hammasi tushunarli. Sen-chi gang? Ey, hali tugatmadim. Agar meni sikmoqchi bo'lsang, ko'proq ijodkor bo'l. Nimaga ishora qilganingni tushunmadim. Bu nimagadir ishora edimi? Men bir taomxonada ishlardim. Sen faqat shu bilan shug'ullanmagansan-ku, sening rasmlaring-chi? Men kollejda grafik dizaynerlik bo'yicha o'qigandim, lekin keyin tashlab qo'ydim. Shundan beri men ko'p chizmadim. Ey, agar istasang men sen bilan har doim birga chizaman. Rassom ekanligingni bilmagandim, Zuba. Bir necha yil tatuirovkachi bo'lib ishlaganman. Barmen va tatuirovkachi? Kulib o'lay deyman, Zubil. Bu bilan nima demoqchisan? Bunda qandaydir ma'no bormi yoki shunchaki gapiryapsanmi? Men shunchaki dam olyapman. Sen dam olishni yomon ko'rishingni bilaman. Men yomon ko'radigan narsa dam olish emas. Menimcha navbat meniki. Qayerdan boshlasam ekan? Men juda boy oilada tug'ilganman. Bizda katta yer maydoni bor edi, otlar, tovuqlar, onam. Ajoyib edi. Men ko'chmas mulk agentligida ishlaganman, toki shu yergacha. Ishonchim komilki, u meni sog'inmayapti. Men esa qichqiriqlarni sog'inmayapman va urushlarni, aybdorlik hissini singdirishni ham. Oddiy qishloqda hech qanday g'ayritabiiy joy yo'q. Va Qirorbekdan so'rashdan foyda ham yo'q, chunki baribir hech narsani esla olmaydi. Misli ko'rilmaganmish. Do'stlar, uni rafiqasi haqida bilasizmi? Meni nima?
Oh. Nima? Bu yo'qolib ketuvchi bola. U faqat shu ishni qiladi. Tushunarli. U sarguzashtlarning birida bo'lganmidi? Ha, xudoyim, pomni. Bilmaganmiding-a? E'tibor bermayman. Aytgancha, pomni. Prezidentlik masalasi uchun uzr. Kulgili bo'ladi deb o'ylagandim. Sen uzr so'rayapsanmi? Nima bo'lyapti? Shunchaki e'tibor berma. Uzuring qabul qilindi, menimcha. Vau, do'stlikning tug'ilish sari ilk qadam. To'g'rimi, Ragata? Hey, pomni. Kaufman men devor ichiga uloqtirib, Picasso rasmiga o'xshatib qo'ygan esingdami? U paytlar qiziqarli edi-ya. Shundaymi? Yo'q, unchalik emas. Ha, yo'q, kechirasan. Sen uchun bu jarohatli bo'lgan. Sen giyohvand holatingda McDonald'sda Gengelga o'zini o'ldirishni taklif qilganding. Esingdami? Nima? Men bunday demaganman. Men balki yo'q demaganman. Va men hali ham bu uchun juda uyalaman, Gengel. Men hech qachon bu ahmoqona so'z ko'zimga tegmaganda bunday demagan bo'lardim. Xudo haqqi, Ragi. Ba'zan maraz bo'lishingga yo'l qo'y. Bu juda qiziqarli. Gengelni juda qiynash bu doim qiziqarli, Jax. Siz bu joyga juda ham jiddiy qarayapsiz. Bu nima? Buni nima uchun qilding? Buni mendan olib tashla. Nima? Makka jo'xoridan qo'rqasanmi? Yo'q. Kim Makka jo'xoridan qo'rqadi? Zerikdim. Keyingi sarguzasht. Nima? Axir sen hatto Softball vaqti, xonimlar va janoblar. Endi bunga o'tdikmi? O'yin uchun g'aroyib kecha, shundaymi pufakchi? Bugun tentiklar yovuz tentiklarga qarshi o'ynaydi. Salom, men Yovuz pomiyman. Men yovuz Ragataman. Siz bilan murabbiy diktator. Salom bolalar. Men Yovuz Jacksman. Men Zuba. Xo'sh, bu meni taklifim emas. Nega meni Yovuz aqsim yo'q? Ammo avval maxsus mehmonimizni qutlaylik. U bizga O'zbekiston madhiyasini ijro etadi. Ser quyosh Xo'sh, jamoa, balki men nima bo'layotganini, yoki kim bo'layotganini, yoki qachon bo'layotganini, yoki nima uchun bo'layotganini tushunmayotgandirman. Lekin qayerda bo'layotganini bilaman. Aynan shu maydonda. Keling, bir ikki dumba suyagini sindiraylik, jamoa. Hormang do'stlar. Umid qilamanki, kim yutishdan qat'iy nazar hammamiz zavq olamiz. Uni o'ldirgim kelyapti. Xo'sh, salom tentakgina. Umid qilaman inqirozga tayyorsan. Seni hech kim sevmaydi va bir kun o'lasan. Va biz o'la olmaymiz. Hamma gap shunda. Qaranglar. Out. Sen Ha, yengilding. Men ham shuni aytmoqchiman. Ha, juda maftunkor. To'xtang. Bu nimasi? Nima balo bu? Kim taklif qildi? Sen! Jax, sening navbating. Men bu holatda chiqolmayman axir. Nega menga bunday? yoqdi, senga yarashdi. Senga shunaqa narsalar yoqishini Nima bilardim. demoqchisan? Nimani istayapsan? Shunchaki xursandman. O'yin kulgi yoqmasligini unutibman. Buningni kiyishni istamayman. Seni bunchalik biror narsadan xafa ko'rmagandim. Jax, ushla. Ishimizni tugatgach seni o'ldiraman. Ketish vaqting keldi. Jim bo'l. Qayg'urma, menimcha bu senga mos. Buni eshitishni istamayman. O'lishingni xohlayman. To'p endi yo'q. Tamom. Shoshma, men o'ylab topdim. Nima ey? Kechirasan, Subul, u softball uchun eng mos o'lchamda. Biz bu yerda beysbol o'ynamayapmiz-ku.
Bas, menga shunisi yetadi. Shoshma, Jax. Qayerda bo'lyapti-chi? Ishonish qiyin. To'g'ri, uning qo'liga urdim. Yaxshiroq o'ynashim kerak edi. Kechirasan. Mendan yaxshiroq sportchi kerak. Garchi men Jacksni qo'llamasam ham yoki shunga o'xshash narsa, lekin salbiy his-tuyg'ularni ko'rsatish yomon emas. Bu tabiiy holat. Bilmayman. Yomon bo'lishni xohlamayman. O'ylashimcha, ba'zan hamma ham biroz maraz bo'lishi kerak. Balki. Kim biladi? Keyn, bizga to'p kerak. Jax, to'p bizda. Nima qilyapsan? Ko'rishguncha. Voy, o'tkazib yubordim. Voy, out bo'ldi. Xursandmisan? Nima, ko'rinmayaptimi? Qara, Gengil ham uryapti. Bu qiziqarli bo'ladi. Uni o'zing xohlagandek tutishga majburlashni bas qila olasanmi? Ha, men uni doim baxtli bo'lishga majburlashim kerak, shundaymi? Hech bo'lmasa uni his-tuyg'usiz niqob taqqan ahmoqqa o'xshatishdan ko'ra yaxshiroq. Bolalar, o'zimni ham aqlim bor. Ey, men seni majburlayotganim yo'q. Va sen hech narsa qilmagandek go'yo hamma seni sevadi. Sen xuddi hech narsa qilgandek tutyapsan. Aslida hech narsaga arzimaysan. Okey, kel biroz tinchlanaylik. Nima bo'pti? O'zing aytganding-ku biroz yomon bo'lish kerak deb. Meni kechir, Ponni. Bu noto'g'ri edi. Hammasi yaxshi. Mendan uzr so'ramaysanmi? Qanday achinarli. Kechir, Jax. O'sha mavzuni ko'targanim uchun. Xo'sh. Sen bu haqida gapirib berasanmi? Men fanboy quyonman. O'zingni o'ylagan. Xo'sh, o'yin qanday ketyapti? Ajoyib. Gengil Homron urdi. Rostdanmi? Ha, seni darslaring juda asqotdi. Ko'zimni qaytarib berasanmi? To'poymisan? Nima haqida gapirayotganingni allaqachon unutdim. Obbo qoyili! Yana bitta Homron! Nima? Yaxshi. Qoyil maqom Zubul. Mayli, Pomni, sening navbating. Hoy, Ragata. Men o'rnimga chiqishni xohlaysanmi? O'ylaymanki mumkin. Agar xohlamasang. Buni ikkinchi imkoniyat deb qabul qil. Kim zo'rligini ko'rsatib qo'y. Ha. Barakalla! Yana bir Homron! Bu ketma-ket 3-Homron! Tentiklar yutdi. Aslida qoidalar softbolda boshqacha. Lekin men softbolimda shunday. Tamom, bo'ldi. Hamma biz hali urmagandik ham. Buni udmading, Ragata. Biz g'alaba qozondik. Ko'rinishidan shunday. Barakalla. Nima qilgan bo'lsang ham. Barakalla jamoa. Ha? Ajoyib. Endi vegan emasman. Salom. Shoshma. Nima qilyapsan? Nimalar bo'lyapti? Xo'sh, men umid qilamanki, hamma tushundiki, takliflar qutisidan chiqqan sarguzashtlar unchalik ham qiziq emas. Keyin nihoyalari esa ancha yaxshi. Ba'zilari ancha yaxshi edi. Menga unchalik hech narsa qilmaganimiz yo'q. Menimcha birinchi ikkitasi zo'r edi. Qolganlari yana bir narsa, Pomni. Senga o'sha holdagi narsani ko'rsataymi? Ha, albatta. Ushbu multserial Mushroom Telegram kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Bizning Instagram, Telegram va YouTube kanallarimizga albatta obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.